Assalomu alaykum dehqon akalar. Mana pomidorga qanaqa dori sepishim kerak, absolyutda qurti tushib ketyapti degan dehqon akalarimizga mana shu dorini tavsiya qilamiz. Xo'p, Sever. Bu birinchi sepishingiz bo'lsa 1 tonna suvga ishlatsangiz bo'ladi. Buni kichkina variantlari ham bor. Men yer maydonim kattaroq bo'lgani uchun kattasidan oldim. Xo'p, buni 800 litr suvga ishlataman. Men ikkinchi marotaba qo'llashim. Endi mevalashni boshladi pomidorlarimiz. Xo'p, bundan sepasiz. Buni har hafta sepsangiz, xudo xolasa tuta absolyutda hech qanday qurt, ya'ni hasharot yaqin yo'lamaydi. Keyin mana bunga mana bu dorimizni ko'rib turibsizlar, Supra S. Bu shira shunaqa narsalarga hidli dori, ya'ni hasharotlarga yaqinlashtirmay turadi. Buni o'zini sepadigan bo'lsangiz, shiralarga qarshi 10 grammdan bemalol 10 litrga qo'llashingiz mumkin. Agar bu dori bilan qo'shib ishlatadigan bo'lsangiz, 5 grammdan bu dorimiz 800 litrga tayyorlab olib, 5 grammdan har 10 litrga buni qo'shasiz. Shunda xudo xolasa hech qanday hasharot yaqin yo'lamaydi.